Assalomu alaykum. Efirda Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyat dasturi. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali viloyat ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fosh etilgan jinoyatlar va joylarda huquqbuzarliklarning oldini olish yuzasidan olib borilayotgan ishlar xususida so'z yuritamiz. Bugun dasturimizda tegishli litsenziya olmasdan kriptoaktivlar savdosi bilan shug'ullangan shaxs jazolandi. Qo'rg'onda keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik oyligi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Ko'rsatuvimiz orqali shu va boshqa voqealar to'g'risida atroflicha ma'lumot olishingiz mumkin. Jizzax viloyatida jamoat xavfsizligini mustahkamlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va aholi osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik oyligi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda sohada erishilgan natijalar, mavjud kamchiliklar hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokama qilinib, mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Jizzax viloyat hokimligida xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik oyligi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar sarhisob qilinib, huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilab olindi. Viloyat hokimi o'rinbosari, viloyat prokurori hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishda viloyat boshqarma va tashkilotlari rahbarlari, shuningdek videokonferens aloqa orqali shahar va tuman hokimlari, prokurorlar, ichki ishlar organlari rahbarlari, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar, soliq, sog'liqni saqlash, yoshlar ishlari agentligi, oila va xotin-qizlar tizimi hamda mahallalardagi 7 lik vakillari ishtirok etdi. Yig'ilishda hududlardagi kriminogen vaziyat, jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar hamda profilaktika tizimining natijalari tanqidiy tahlili asosida ko'rib chiqildi. Xususan, jinoyat va huquqbuzarliklarning kelib chiqish sabablari hamda ularga sharoit yaratayotgan omillarni barvaqt bartaraf etish, profilaktik chora-tadbirlarni manzilli tashkil etish, huquqbuzarlikka moyil shaxslar bilan yakka tartibda ishlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shu bilan birga giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish, aholi bilan muloqot samaradorligini oshirish, mahallalarda huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan mas'ullarning axborotlari eshitildi. Tahlillar davomida ayrim hududlarda profilaktika ishlarini tashkil etishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar tanqid qilinib, ularni qisqa muddatlarda bartaraf etish yuzasidan aniq vazifalar belgilandi. Qayd etilganidek, xavfsiz va sog'lom yurt oyligining bosh maqsadi kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash, jamoat xavfsizligini mustahkamlash, fuqarolarning tinch va osoyishta hayoti uchun ishonchli muhit yaratish hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi tizimi samaradorligini yanada oshirishdan iborat. Yig'ilish yakunida xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik oyligi 15 avgustga qadar davom etishi ta'kidlanib, barcha mutasaddi idoralar zimmasiga belgilangan vazifalarning so'zsiz ijrosini ta'minlash, idoralararo hamkorlikni yanada kuchaytirish hamda har bir mahallada xavfsiz va barqaror muhitni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish vazifasi yuklatildi. Zomin tumanida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolar osoyishtaligi hamda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida tashkil etilgan mazkur tadbirda ichki ishlar organlari xodimlari mahalla faollari bilan hamkorlikda manzilli profilaktik ishlar olib bordi. Jizzax viloyatining Zomin tuman Qo'rg'on mahallasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, aholi osoyishtaligini ta'minlash hamda xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir o'tkazildi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi sohaviy xizmatlari, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari hamda mahalla faollari ishtirok etdi. Tadbir avvalida shaxsiy tarkibga xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazilib, belgilangan vazifalar yuzasidan aniq ko'rsatmalar berildi. Shundan so'ng ichki ishlar organlari xodimlari mahalla hududida manzilli profilaktik ishlarga kirishdi. Xususan, ilgari sudlangan, ma'muriy nazorat ostidagi probatsiya xizmati hamda profilaktik hisobda turgan fuqarolarning xonadonlariga tashrif buyurilib, ular bilan yakka tartibda profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Bu jarayonda mahalla faollari va sog'liqni saqlash muassasalari vakillari ham faol ishtirok etdi. Profilaktik tadbirlar natijasida 114 ta ma'muriy huquqbuzarlik holati yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirildi. Shuningdek, obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida jinoyat sodir etishga moyil yoki jinoyatdan jabrlanish xavfi yuqori bo'lgan
36 nafar fuqaroga nisbatan ijtimoiy profilaktika xulosalari tayyorlanib, mahalla fuqarolar yig'iniga taqdim etildi. Xotin-qizlar o'rtasida o'tkazilgan davra suhbatlarida tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishning huquqiy kafolatlari tushuntirildi. Shu bilan birga 10 ta nizoli va notinch oiladagi vaziyat o'rganilib, ular bilan profilaktik muloqotlar o'tkazildi. Zaruratdan kelib chiqib 2 nafar xotin-qizga nisbatan himoya orderi rasmiylashtirildi. Tadbir davomida ovchilarning o'qotar qurollari va o'q-dorilarini saqlash qoidalariga rioya etilishi ham nazoratdan o'tkazildi. Savdo obyektlari rahbarlari va tadbirkorlar bilan muloqotlarda mulkni texnik qo'riqlash vositalari bilan muhofaza qilishning afzalliklari tushuntirildi. Natijada bir qator obyektlar hamda fuqarolar xonadonlarini qo'riqlovga topshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Shuningdek, probatsiya nazoratidagi shaxslar bilan uchrashuvlar tashkil qilinib, ularga qayta jinoyat sodir etmaslik, qonun talablariga qat'iy rioya etish va jamiyatda munosib o'rin egallash yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berildi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan reydlar ham samarali bo'ldi. Tekshiruvlar davomida 183 ta yo'l harakati qoidabuzarligi aniqlandi. Ularning 86 tasi qo'pol, 97 tasi esa boshqa turdagi qoidabuzarliklardan iborat bo'lib, qonun talablarini jiddiy ravishda buzgan 11 ta transport vositasi jarima maydonchasiga joylashtirildi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash, aholining tinch va osoyishta hayotini muhofaza qilish hamda huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda amalga oshirilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri Jizzax viloyatida huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, ularning sabab va omillarini bartaraf etish, mahallalarda xavfsiz muhitni shakllantirish, aholi bilan manzilli profilaktik ishlarni kuchaytirish hamda fuqarolarning huquqiy ongi va mas'uliyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jizzax viloyatida xavfsiz va sog'lom yurt tadbirining 29 kunlik tahlil natijalari tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, sohaviy xizmatlar va hududiy ichki ishlar organlarining muvofiqlashtirilgan faoliyati jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilgan. Eng avvalo, profilaktika yo'nalishida qayd etilgan ko'rsatkichlar huquqbuzarliklarni aniqlash va ularni kelib chiqish sabablarini bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilganini namoyon etmoqda. Hisobot davrida 8602 ta huquqbuzarlik aniqlangani xizmat samaradorligining muhim ko'rsatkichidir. Sharof Rashidov Jizzax shahri, G'allarol va Baxmal tumanlarida qayd etilgan yuqori natijalar profilaktik ishlarning tizimli tashkil etilganidan dalolat beradi. Profilaktikaning yana bir muhim jihati jazoning muqarrarligini ta'minlash bilan bir qatorda huquqbuzarliklarning ijtimoiy sabablarini bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarda namoyon bo'ldi. 187 nafar ashaddiy huquqbuzarga nisbatan ma'muriy qamoq qo'llanilishi, 132 nafar spirtli ichimlik va giyohvandlikka ruju qo'ygan shaxslarni majburiy davolashga joylashtirish, 319 nafar ruhiy salomatlikka muhtoj fuqarolarni tibbiy muassasalarga yuborish kabi choralar jamoat xavfsizligini ta'minlash bilan birga ijtimoiy muammolarning yechimiga ham xizmat qildi. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan 1054 nafar xotin-qizga himoya orderlari berilgani, oila institutini muhofaza qilishga qaratilgan ishlar ham izchil davom etayotganini ko'rsatadi. Mahallalarda amalga oshirilgan manzilli ishlar natijasida jinoyat va huquqbuzarlik sodir etishga moyil deb baholangan 25 ming nafardan ortiq fuqaro bo'yicha xulosalar tayyorlanib, ularning qariyb 15 ming nafarida mavjud muammolar joyida hal etildi. Jamoat tartibini saqlash sohasida fuqarolar hayoti va sog'ligi uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan yuzlab pichoq, kasset va boshqa buyumlarning muomaladan chiqarilishi, 500 nafardan ziyod mayda bezorlik va tilanchilik bilan shug'ullangan shaxslarning aniqlanishi, doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan 73 nafar fuqaroning reabilitatsiya markazlariga joylashtirilishi xavfsiz muhitni shakllantirishga xizmat qildi. Shu bilan birga mulk o'g'irliklarining oldini olish bo'yicha 14 mingga yaqin profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi tahlil ham muhim xulosalar chiqarish imkonini beradi. 30 mingdan ortiq qoidabuzarlik aniqlangani, ularning 8 mingdan ziyodi qo'pol qoidabuzarliklar ekani ayrim haydovchilarning huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirish zarurligini ko'rsatmoqda. Biroq 110 nafar mast holda transport boshqargan haydovchilarning aniqlanishi yo'l infratuzilmasini takomillashtirish maqsadida minglab yo'l belgilari o'rnatilishi, 100 minglab kvadrat metr yo'l chiziqlari yangilanishi, yangi svetoforlar va piyodalar o'tish joylarining tashkil etilishi, profilaktika bilan bir qatorda muhandislik yechimlari ham xavfsizlikni ta'minlashda muhim o'rin tutayotganini anglatadi. Probatsiya xizmat faoliyati jazoni ijro etishdan ko'ra shaxsni ijtimoiy hayotga qaytarishga qaratilgan yondashuv ustuvor ekanini ko'rsatdi. Jumladan 98 marotaba ishga marhamat tadbirlari o'tkazilib, 446 nafar probatsiya hisobidagi shaxslar ishga joylashtirildi. 614 nafari monomarkaz
markazlarida kasb-hunarga o'qitildi. 32 marotaba sayyor sud o'tkazilib, tuzalish yo'liga o'tgan 221 nafar shaxs muddatdan ilgari jazodan ozod qilindi. Jazo o'tashdan bo'yin tovlagan 37 nafar shaxsning jazosi og'irroq turiga almashtirilib, qidiruvda bo'lgan 5 nafar probatsiya nazoratidagi shaxslar uchun jazo muqarrarligi ta'minlandi. Bu kabi tadbirlar takroriy jinoyatchilikning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Qo'riqlash xizmati tomonidan 246 ta tadbirkorlik va xo'jalik obyektlari, 458 ta xonadon texnik qo'riqlovga olinib, ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklariga 29 ta tashvish tugmalari o'rnatildi. Jismoniy qo'riqlovga olish bo'yicha viloyat oylik rejasi 133% ga bajarildi. Umuman olganda, xavfsiz va sog'lom yurt tadbirining o'tgan davrdagi natijalari huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash va aholi osoyishtaligini mustahkamlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilayotganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga tahlillar ayrim yo'nalishlarda, xususan qo'pol yo'l harakati qoidalarini buzish, ijtimoiy xavfli xulq-atvorga ega shaxslar bilan ishlash hamda mahallalarda profilaktik ta'sir choralarini yanada kuchaytirish zarurligini ham namoyon etadi. Viloyatda xavfsiz muhitni ta'minlash va fuqarolarning tinch osoyishta hayotini kafolatlash maqsadida xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri davom etadi. Kriptoaktivlar bilan operatsiyalarni internet orqali amalga oshirish qonun talablaridan mustasno emas. Litsenziyasiz faoliyat esa ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Jizzax viloyatida ana shunday qonunbuzarlik holati aniqlandi. Huquqbuzarga nisbatan sud tomonidan qonuniy chora ko'rildi. Bu haqda navbatdagi lavhamizda. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi kriptoaktivlar bozoriga qiziqishni sezilarli darajada oshirmoqda. Biroq bu sohadagi har qanday operatsiya qonunchilikda belgilangan tartib asosida amalga oshirilishi shart. Aks holda fuqarolar ma'muriy yoki boshqa turdagi huquqiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Jizzax viloyatida aniqlangan navbatdagi holat buning amaliy isboti bo'ldi. Jizzax viloyat Ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Sirdaryo viloyati Guliston shahrida yashovchi 2006-yilda tug'ilgan fuqaroning kriptoaktivlar bilan litsenziyasiz ravishda savdo qilgani aniqlandi. Tekshiruvda ushbu shaxs o'ziga tegishli mobil telefondagi xalqaro kripto birja platformasidagi akkaunt orqali vakolatli organning tegishli litsenziyasini olmasdan kriptoaktivlarni sotib olish va ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirib kelgani ma'lum bo'ldi. Hisob-kitoblarga ko'ra 2026-yil 16-iyunga qadar u jami 27,856,000 so'mga teng kriptoaktivlar aylanmasini amalga oshirgan. Mazkur holat bo'yicha to'plangan hujjatlar sudga taqdim etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudi ushbu fuqaroni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 155-4-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topdi. Sud qaroriga ko'ra unga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Men Sirdaryo viloyati Xovos tumanida turaman. 2025-yil kriptovalyuta bilan shug'ullanganman. 1,5 ming dollarlik kriptovalyutani noqonuniy ayira boshlaganman. O'sha sababli hozir ma'muriy javobgarlikka tortildim. Biz litsenziya bu ish bilan shug'ullanishlaringizni tavsiya bermayman. Bu qonunan chora ko'rilar ekan. Ushbu qilgan harakatimni noqonuniyligini tushunib yetdim. Ma'lumki, mamlakatimizda kriptoaktivlar aylanmasi sohasi qonunchilik bilan aniq tartibga solingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi O'zbekiston Respublikasi raqamli iqtisodiyotni va kriptoaktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda vakolatli organ tomonidan tasdiqlangan litsenziyalash tartibiga muvofiq mazkur sohada xizmat ko'rsatish va vositachilik faoliyati belgilangan tartibda litsenziya asosida amalga oshiriladi. Shu o'rinda yurtdoshlarimizni kriptoaktivlar bilan bog'liq munosabatlarda amaldagi qonunchilik talablariga qat'iy amal qilish, litsenziyalangan xizmatlardan foydalanish hamda huquqiy oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan noqonuniy harakatlardan saqlanishlari so'raladi. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rsatuv viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlandi. Viloyat hududida sodir etilayotgan qonun buzilishlar haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tanishib borishingiz mumkin. Yurtimizda hamisha tinchlik hukmron bo'lsin. Unutmang, osoyishtalikni ta'minlash ishiga barchamiz mas'ulmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.